Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan mana yuqorida bosh miya qon tomir kasalliklari to'g'risida ozmi ko'pmi tematikalarni olib o'tdik. Bunda birinchi bosh miya qon aylanish surunkali buzilishi, undan keyin bosh miya qon aylanish o'tkir buzilishi. O'tkir buzilishini ichida vaqtincha o'tuvchi bosh miya qon aylanish buzilishlari va ulardan keyin ishemik insulti. Ishemik insultini ham 5 ta bo'limga bo'lib o'rgandik. Mana endi sizlar bilan gemorragik insult to'g'risida so'z olib boramiz. Gemorragik insult bosh miya bo'shlig'idagi travmatik bo'lmagan qon ketishi o'z ichiga oladi. Ular ishemik insult nisbatan 4-5 barobar kam uchraydi. Ishemik insultga nisbatan 50-60 yoshlar orasida yuzaga keladi. Intrakranial qon ketish, ya'ni bosh miya ichi qon ketishi miya ichi va miya qobig'i osti kamroq subarachnoidal qon ketishlari kuzatiladi. Qon ketish manbaiga qarab, ya'ni bu manbaini arterial va venos qon ketish deb aytamiz. Shularga qarab o'rganamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling.